Assalomu alaykum hammaga. Matiz Best mashinasida xo'p, gazi yaxshi tortmaydi deb kelishgandi. Hozir tekshirib chiqdik. Aktan shtekeridan 4 xil zajgina qo'ysa bo'ladi. Programmalarimiz bor, yo'q emas, lekin kelgan mashinani oldin tekshirib chiqamiz. Hozir bunda 4 xil zajgina bor. 4 xil zajgina oldin qilinganmi, yo'qmi, zavodnikimi, yo'qmi? Xullas kalom bilamiz. Bilish uchun buni shtekeri sug'uramiz. Hammasi birlashgan turadi bu. Birlashgan vaqtda 83 kartasiga o'tadi. Mana zavodni o'ziniki ham. Bu qog'ozni olib tashlang. Buni keragi yo'q. Mana shu qog'oz bilan chiqadi. 83 ta turadi bu. Tekshirib chiqamiz. Xo'p. Polni sug'urganimizda 91 ga tushadi. 83 dan 91 ga o'tadi. Bu mashina 83 ta charillamay kelgan. Umuman charillamasdan kelgan. Xo'p, 91 qildik. Charillashi yo'q. Xo'p, 95 qildik. Polni hammasini uzib tashlab turib, suqib turib yana qaytadan 91 da charillamadi, 95 da chariladi. Keyin 87 qilib ko'rdik. 87 da ham chariladi. Endi bizga udobnisi doimiy любой mashinalarda qilganimizda 95 qilib beramiz, 87 da 95 qilib beramiz. Bizga 95 udobniy. Xo'p, bundan qilamiz. Xo'p, 95 qilish uchun shu joyda xo'p, ko'rinyaptimi, yo'qmi? Mana shu aktan shtekir bo'ladi, shu joyda bo'ladi. Mana shunday turadi. Shunday turganda o'rta bilan chap taraf birlashsa 95 ga o'tadi. Xo'p, 95 da turadi. Bu doimiy gaz zajginasida turadi. Endi charillash kerak bunda. Xo'p, bu narsani kulchatir qo'yib qo'yamiz o'ng tarafiga uzib turib. Shunday qilganimizda 1 ga tushgan vaqti 83 bo'ladi, o'chgan vaqti 95 bo'ladi. 83, 95 bo'ladi. Endi buni razinsasini ko'ramiz. Xo'p, aktan shtekirni suqib oldik. Joyiga suqib oldik va benzinnikiga qo'yib qo'ydik. Birlashganda 83 bo'ladigan qilib qo'yib qo'ydik. Endi eshitib ko'ramiz. Kompyuterlarimiz bor, programmalar qilib bersak bo'ladi, lekin yosh katta odamni aldashda ham boshqani ham keragi yo'q. O'tatdik mashinani. Eshitamiz. Charillash yo'q. Endi mashinani o'chiramiz. Aktan shtekirda qo'ygan kulchatirimizni 0 qilamiz. Xo'p. Kaltni bitta ochib o'tatib o'chirib qo'yamiz. 15 soniyadan keyin ta'sir qiladi lekin bu. 15 soniya o'tdi. Benzinda turibdi. O'tatdik mashinani. Kulchatirimiz 0. Charillamay turgan mashina mana charillayapti. Xullas gaz zajginalar shu bo'ladi. Charilladimi? Benzinda tekshirib olinadi. Benzinda tekshiriladi. Charillayapti. Charillagani gaz zajginasi bo'ladi. Doimiy o'shanda turadi. Qachonki dakansa benzinda yuradigan vaqtida xo'p, kulchatirni 0 ga tushirib 1 ga qo'yib oladi. O'shanda 83 bo'ladi. Aktan shtekirimiz mana shu holatda 0 gazniki, 1 benzinniki bo'ladi. Benzin 1 da charillamaydi. 0 da charillaydi shunda, shu holatda. Endi yig'ib beramiz hamyog'ini, bo'ldi, bitta.